Bugun men sizlarga yo'g'on ichak kasalliklari bo'yicha, ya'ni proktologik kasalliklar bo'yicha ozgina qisqagina ma'lumot bermoqchiman. Farg'ona viloyat ko'p tarmoqli tibbiyot markazida viloyatda yagona proktologiya bo'limi 20 kunga mo'ljallab ochilgan bo'lib, bizning bo'limimizda yo'g'on ichak kasalliklarining hamma turlari, konservativ va operativ davolash usullari qo'llaniladi. Lekin bizning xalqimizda ozgina qo'rquv, xijolat borligi sababli ko'pincha bemorlarimiz kasallikning asoratlangan davrlarida bizga murojaat qilishmoqda. Vaqtda murojaat qilinganda kasallikni oldini olish, davolash hamda uni operativ davolash kasallik o'zi uchun ham, biz uchun ham ancha ma'qul bo'ladi. Bizning bo'limimizda oliy toifali erkak proktolog, ayol proktologlar xizmat qilishmoqda. Xalqimizni sog'lig'ini tiklash yo'lida o'z xizmatlarini davom ettirishyapti. Proktologik bemorlar, proktologik muammolar bo'ladigan bo'lsa, Farg'ona viloyat ko'p tarmoqli tibbiyot markazi proktologiya bo'limiga murojaat etib, o'z sog'lig'ingizni tiklashlaringiz mumkin.